Hujjatlari tugaganda chiqib ketmagani uchun vidvarina bo'lgan akamiz ishini kassatsiya sudida bekor qildik. Bugun sizlarga qonunni buzgan bo'lsangiz ham qanday holatlarda sud vidvarinani bekor qilib berishini yaqinda kassatsiya sudida bekor qilingan ishimiz misolida tushuntirib beramiz. Yahyojon akamiz Amursk oblastida ishlab yurib, patentlari tugagandan keyin chiqib ketmaganliklari uchun sud vidvarina qiladi. Bizga murojaat qilganlarida biz sud materiallari bilan tanishib chiqib, agar materiallarda xatolik bo'lsa, shu asos bilan kassatsiya sudiga murojaat qilishni taklif qildik. Sud materiallari bilan tanishganimizda ko'plab xatoliklarga duch keldik va barcha kamchiliklarni yozib ariza tayyorlab sudga yubordik. Sud ishni ko'rib chiqib, biz ko'rsatgan kamchiliklarni qo'pol qonun buzilishi deb topib sud qarorini bekor qildi. Sud materiallaridagi xatoliklarni ko'rsatar ekan, naqd 7 varaqlik постановление chiqargan. Nega kassatsiya sudi qarorni bekor qilganini biroz o'rganib chiqamiz. Birinchidan, protokoldagi qo'pol xatolik. Protokolda faqat qonunbuzarlik sodir etilgan sanasi ko'rsatilgan, lekin uni aniqlangan vaqt va joyi ko'rsatilmagan. Bu Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 28.2 moddasi 2-qismining to'g'ridan-to'g'ri buzilishi. Protokol qonunga muvofiq bo'lmagan dalil deb topilgan. Ikkinchidan, birinchi instansiya sudining xatosi. Sudya bunday protokolni olganida uni kamchiliklarni to'g'rilash uchun qaytarishi kerak edi. Bunday qilmagan va ishni ko'rish bosqichida uni tuzatish imkonsiz edi. Uchinchidan, ayblov chegarasidan tashqariga chiqish. Protokolda faqat o'z vaqtida chiqib ketmaganlik ko'rsatilgan. Bunga qaramasdan sudya qarorida nima uchundir hujjatlarning yo'qligi haqida ham yozgan. Bu esa allaqachon boshqa ayblov. Sud protokolda ko'rsatilgan ayblov chegarasidan tashqariga chiqmasligi kerak edi. To'rtinchidan, jazoning noaniqligi. Sud vidvarinani belgiladi, lekin uning shaklini majburiy yoki nazorat ostida bo'lishini ko'rsatmadi. Jazo shaklining ko'rsatilishi majburiy edi. Xulosa, kassatsiya sudi Yahyojon akamizning aybsiz bo'lgani uchun emas, balki sud materiallari qonunga muvofiq va xatosiz tayyorlanmaganligi uchun bekor qildi. Afsuski, bunday xatoliklar har doim ham topilmaydi va bu hamma ishda yutib chiqish imkoni bor degani emas. Lekin agar omadingiz kelib sud materiallarida shunga o'xshash xatoliklar chiqib qolsa, vidvarinangizni bekor qilish imkonini beradi.